Toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan poytaxtimizning turli tumanlarida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot va seminarlar tashkil etilmoqda. Kichik biznes subyektlari uchun soliq rejimlari yanada qulaylashtiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini soddalashtirish orqali biznesni o'sishi rag'batlantiriladi. Bu sa'y-harakatlar prezidentimizning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoniga asosan amalga oshiriladi. Hujjat shu kungacha tadbirkorlarni qiynab kelayotgan, ularni shaffof va ochiq faoliyat yuritishi uchun to'sqinlik qilib kelayotgan ko'plab masalalarga yechim beradi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan Mirzo Ulug'bek tumanida tadbirkorlar bilan tashkil etilgan seminarda farmon mazmun mohiyati tushuntirildi. Muhtaram prezidentimizning farmonlari, mazmun mohiyatlari bo'yicha respublika bo'yicha bugun tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikda, birgalikda seminarlar tashkil qilinyapti. Seminarga 70 ga yaqin tadbirkorlar jalb qilinib, farmonni mazmun mohiyatlari tushuntirib o'tildi. Ushbu farmon juda katta imkoniyat, eng asosiysi tadbirkorga ochiq, shaffof ishlash bo'yicha imkoniyatlar yaratildi. Ilgari kichik korxonalar aylanmasi 1 milliard so'mga yaqinlashganda qo'shilgan qiymat solig'i to'lashdan qochish uchun tashkilot sun'iy ravishda yopilar yoki bir nechta mayda firmalarga bo'linib ketardi. Endi bu chegara 5 milliard so'mgacha oshirildi. Ma'muriy jazolar emas, ko'mak birinchi o'ringa chiqadi. Ya'ni endi soliq idoralari tekshiruvchi va jazolovchi organ emas. Farmonga ko'ra qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasini kechiktirganlik uchun jarimalar bekor bo'ldi. Toshkent shahri Mirobod tumani tashkil etilgan soliq sohasidagi yangi o'zgarishlar va tadbirkorlar bilan o'tkazilgan bugungi seminarda ma'lumotlarni oldik. Farmonda ko'rsatilgan o'zgarishlar, misol uchun qo'shilgan qiymat solig'idagi 12% 6% tushirilishlar, naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshirishdagi savollarga javob oldik. Seminarda ta'kidlanganidek, davlat tadbirkorga imtiyoz va qulayliklar yaratib har tomonlama ko'maklashyapti. Endigi navbat soliqlarni shaffof to'lab, bildirilgan ishonchni oqlash.